Assalomu alaykum Ma'rufjon aka. Sizni bugun Alaykum ko'rganimizdan assalom. xursandmiz. Rahmat. Bugungi intervyumizda sizga savollar bermoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, xudo xolasa boshlaymiz. Ketdik. Ba'urjon Jumanov hozirda O'zbekistondagi eng mashhur referilardan biri. Judo va qo'l jangi bo'yicha bir necha bor O'zbekiston va jahon chempioni. MMA sportiga ancha yillardan beri o'z qissasini qo'shib kelmoqda. Hozirda Chirchiq shahrida Ba'ur MMA team jamoasida professional murabbiy, yaxshi aka, mehribon ota va asosiysi samimiy inson. Ma'rufjon aka, sport sohasiga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Xo'p, sport sohasiga kirib kelishim o'zi aslida judodan boshlaganman. Mani fundamentim judo. 94-yili shu Chirchiq shahrimizdagi sport kompleksi Kimigar degan zal bo'lardi. Shu yerda judo bilan shug'ullanib kelib, shu kandidat mashq sportigacha borib, keyin xizmatga ketdim. Xizmatga borib, qo'l jangi bilan juda qattiq shug'ullanib va berilib ketdim shu sportga. Sizni murabbiylik yo'lingiz qanday boshlangan? MMA ga qanday kirib kelgansiz? Xo'p, juda chiroyli savol bo'ldi. Murabbiyligim student paytimda murabbiylikka qiziqib shu bolalar bilan ishlab kelib, по ходу уже murabbiyam bo'lib ketdim. O'zi aslida bunaqangi murabbiylik qiladigan niyatim yo'q edi. Просто komanda yig'ib, shug'ullanib, o'zimni bilimni bo'lishmoqchi edim. Keyin shu bola qiziqib, qiziqish bildirgandan keyin shu murabbiylikka ham tortib shu tomondan boshlanib ketdi. Birinchi qo'l jangidan murabbiylik qilib keldim. U paytda O'zbekistonda MMA umuman yo'q edi. MMAni harfi ham hali kirib kelmagandi. Keyin borib shu qo'l jangi bilan o'sha paytda aytib o'taman bitta voqeani. Bizda kaseta ko'rardik. O'sha paytda CD disk endi chiqqan paytlari va kaseta bo'lardi ko'proq. Shu Fyodor Emelianenkoning jangidan ko'rib qiziqib, shu MMA nimaligini bilib, shunga qiziqish uyg'onib, keyin MMAga ham по ходу kirib ketganmiz. Ma'rufjon aka, sizni hozirda O'zbekistondagi eng faol referi deb hisoblashmoqda. Bu narsaga qanday qaraysiz? Juda chiroyli savol bo'ldi, chiroyli kommentariy bo'ldi. Albatta, nima dedi? Приятно dedi-yu, bunaqangi eshitib, Xudoga shukr, Alloh izni bilan shu darajaga yetib kelamiz. O'zbekistonda proflar orasida chetda ko'p ishlagan referidan men bo'lsam kerak. Sababi Yevropada bu tomoni Tailand, Indoneziya, Braziliya, keyin Yevropaga ko'p chiqib turamiz. To'g'ri, alhamdulillah konkurensiya bo'yicha hozir birinchi o'rinda referi AM dedi. Hozirda Octagon ligada hakamlik qilyapsiz. Octagon ligaga kirib kelishingiz qanday bo'ldi? Takliflar qanday bo'lgan? Xo'p, Octagon ligadan kirib kelish sababi undan oldin Alash Pride bilan ishlardik. Alash Pride bu Qozog'istonda eng birinchi promotorlardan bittasi. Shu Alash Pride bilan ishlab kelib, undan keyingi promotion Octagon boshlandi. Octagon Nuriddin Sadiqov bilan oldindan eskidan tanishmiz. Boshlangan turnirlardan birga shu xizmatdamiz. Ishlab kelamiz, referi bo'lib. Shu boshlanishi bilan bizani chaqirdi. Sababi Alash Pride keyin Qirg'izistonda Bator FC, VF shunga o'xshash turnirlarda ishlab kelgan ishlarimni ko'rib, keyin qiziqib chaqirdi. Shu bilan ishimiz boshlanib ketdi. Hozirda Octagon liga berayotgan gonorarni ayta olasizmi yoki sirmi? Yo'q, bu gonorar haqidagi bu individual kontrakt bor. Ayta olmayman. Shu aytsam istirab bo'ladi. Referilik uchun hozirda yosh shogirdlaringizdan, misol uchun referilar yoki MMA trenerlari referi bo'lmoqchi bo'lsa, buning uchun nima qilish kerak? Avvalambor trener bo'lish hammaga ham emas, trener bo'lish chunki o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Keyin har bir shogirdingni plus minusini ko'rishni bilishing kerak. Albatta, ham faqat trener, ham ota bo'lishing kerak, ham aka bo'lishing kerak, ham psixolog bo'lishing kerak. Shu tomonlamani o'ziga ko'proq o'z ustida shu tomonlama ishlab kelgan inson trener bo'lish ehtimoli katta va yaxshi shogirdlarni chiqarish ehtimoli ham katta. Hozirda hakam bo'lib kelyapsiz. Hakam bo'lgan paytingizda eng qiyin vaziyat qanday bo'lgan? Aytib bera olasizmi? Bu ham chiroyli savol bo'ldi. Albatta, har xil bayaslar bor. O'zini aqlliman deb biladigan bayaslar bor. Vaziyatlar bo'lib turadi referilarda ham. Aytaylik, jang paytida bitta bayas charchab qolsa, u dushashga uchib qolishi mumkin. O'sha paytda bitta emas,
ikkita emas, bitta urib qo'yadi o'zicha. Zdovatsiya qilgan. Tipa zdavatsa qiladi, no to'xtatsan keyin vahima qilishadi. Men zdavatsa qilmadim. Aslida uradi. O'zi aslida proflarda bitta zdacha, o'sha любой MMAda bitta zdacha hisob emas. Ikkita, uchta urish kerak. O'shaning uchun biza menda ham bo'lgan albatta. Bitta urib qo'yadi, keyin endi u qilayotgan joyida turg'izsang, уже keyin vahima qiladi. Siz uni sog'lig'ini o'ylagan holda. Albatta, biza referining o'z maqsadi birinchi o'chirda toza jang qilib berish. Ikkita boys o'rtasida toza va chiroyli jang qilib berish и ikkita boys sog'lig'iga zarar yetkazmasdan shu darajada to'xtatish jangni. Boburjon aka, hozir Chirchiq shahrida o'zingizni MMA sport klubingiz bor. Mana Troya hozir ko'ryapmiz, hamma sharoitlar bor. Adashmasam Chirchiqda oktagonlarni qo'ygan birinchi bu zal bo'lsa kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Hozirda shogirdlaringiz qanday yutuqlarga erishyapti? Qaysi shogirdlaringiz bor? Xo'p, hozirda alhamdulillah shogirdlarim yonimdagi hozirgi kundagi shogirdlarim yaxshi, hammasi. O'zim не то что shogirdlar mukammal deb bilaman hammasini. Oramizda trener va shogird degan distansiyani iloji boricha prof bolalar bilan distansiyani unaqaga distansiya bermayman, aka-uka hisobida. No, albatta trenovka jarayonida talab bo'ladi, jostki talab bo'ladi, kerak bo'lsa disiplina tomonlama. Hozirgi kunda xo'p, endi profga kirayotgan bolalar bor. Masalan, aytaylik, Brunoli shogirdlarim bor. Hozirgi kunda Jasur, Erbol, keyin lyubitellar endi chiqib kelayotgan, yaqinda sborga borib kelishdi. Temirov Jasur chiroyli nokautlar bilan qaytib keldi. Buni ham hali xudo xolisa qo'yamiz. Mana shu joyda qo'yib yuboramiz. Jasur Temirov juda ham yorqin nokaut qildi. Juda ham Muay Thai bo'yicha jang qildi, adashmasam. Глубокий, chiroyli nokaut. Bu bonusga sazovor nokautdan bittasi deb Xuddi o'ylayman. Shara Buletni o'zbekcha varianti bo'ldi-da. Da. Haqiqatan bo'yda ham to'liq ko'rsalar, na xarakteri bo'lgan bo'y. Juda sopernik ham juda jostki bo'lar ekan. Shuni shu darajada ko'tarilib kelib nokaut qilgan bitta mani bir g'ururim shu Jasur Temirov. Va keyin o'sib kelayotgan Ozod degan bola bor. Ozod, Kamron. Ular hali profga kirmadi. Endi xudo xolasa ular bilan ishlab prof tomonlama ishlab kelamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Biz Jasur Temirov qachon oktagon ligada ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Xo'p, Jasur Temirovga xudo xolasa debyut qilamiz yaqin kunlarda. Buni ham hali videosini qo'yamiz inshaalloh. Debyut qilgandan keyin harakat qilamiz. 1-0, 2-0 bolaga qo'yib, inshaalloh qo'yish. 2025 oxiri yoki 2026 ni boshi inshaalloh Jasur Temirov kutiladi. Xudo xolasa. O'zbekistondagi MMA haqida ozgina gapirib bersangiz, plyuslari qanday, minuslari qanday? Xo'p, bu ham juda chiroyli savol bo'ldi. O'zbekiston MMA hozirgi kunda alhamdulillah juda dinamично yorilib o'sib kelyapti, rivojlanmoqda. Katta juda yosh bolalarimiz ko'p. Texnik nokaut qiladigan, nokaut, submission qiladigan O'zbekistonda yoshlarimiz, kuchli bolalarimiz ko'p. Xo'p, plyus tomonlama shu. UFCda boyslarimiz, ko'pchilik taniydi. Ramazonni, Nursultonni ukalarimizni yaxshi natija ko'rsatib kelyapti. UFCda ham, xudo xolasa kelajakda ham kamallar bilan qaytish nasib etsin shu ukalarimizga. Xo'p, minuslari bizda biladi ko'pchilik IMAF federatsiyasi bor. IMAF federatsiyasida o'zim noroziliklar bo'lgan. O'zim ishlaganman. Keyin tushunmovchilik orqasidan men ham ketgan u yerdan. Sababi monopoliya, tanish bilish qiladi ko'pchilik. Shu rahbarlari shunaqa joylari bor xolos. Menimcha birlashib ishlasa, yana ham MMA yana ham ko'tariladi deb o'ylayman O'zbekistonda. Keyin aytib o'tmoqchiman, hozirgi kunda Pankration va amator MMA, Pankration grappling va amator MMA O'zbekistonda juda ham yaxshi rivojlanib kelyapti. Uni rahbari Hoji Akbar juda katta hissa qo'shib kelyapti. Imенно shu bolalarni rivojlantirib, chet elga olib chiqib, jahon arenalariga, jahonga ko'tarib, maqsadida katta rezultatlar qilmoqda. Rezultat qilib va katta nima deydi? Mehnat qilmoqda. Katta mehnat qilib kelmoqda shu bolani ko'tarish uchun. Hozirda UFCda bizda topda ikkita jangchimiz bor. Ramazon Temirov va Bogdan Guskov. Bogdan Guskov to'g'ri. Ikkalovligini qaysi birini chempionlikka yaqin deb o'ylaysiz? Endi
Realni qarasak, hozirgi kunda Ramazon o'sha insident bo'ldi. Unda shu Doping infeksiya orqali aniqlandi, adashmasam. Sababi shu ichgan vitaminlarida qanaqa? Yo'q, vitamin emas, dori deb aytdi. Biz eshitishimiz bo'yicha dori deb aytdi. O'sha Tailandda zborda yurgan paytda infeksiya tushgan qoniga, xullas badaniga infeksiya kirgan, dori ichgan, shu orqali ichgan dorisi запрещенный bo'lib chiqqan. Ustada testidan mumkin bo'lmaganini. Da, mumkin bo'lmagan shu dorini ichib qo'ygan, ular bilmagan menimcha, shu bilmagan holda ichib qo'ygandan keyin данный момент hozir sal уровень sal tushib kelmoqda. Reytingda bir pog'ona pastladi. Da, pastladi, reytingda pastladi. Bogdan Guskov g'alaba bilan kelyapti, hozirda Top 10da. top 10da. И без поражения kelayotgan bola menimcha. Endi uni versa ham, divizioni ham juda жесткий bolalar ko'p. Alex Pereira. Chempionlar qattiq bolalar ko'p. Alex Ankalaev. Pereira, Ankalaev. Xullas unga ham oson bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozirda Bogdan Guskov bo'yi deyarli aniq bo'ldi. Yan Blachowicz bilan bo'ladi. Blachowicz. Bu jangda siz qanday prognoz qilasiz? Bogdan Guskov Endi jangiga. albatta qalbimiz bilan moralni поддержка qilamiz va Bogdan Guskovni g'alaba bizga xudo xolasa barchamizga bo'ladi yutsa. Prognozim menimcha endi Blachowicz opitniy, juda ham opitniy sobiq chempion UFC'ni. Xo'p, ну, buni minuslari hozir уже возрастda u. Yoshi 42 da adashmasam. Yoshida, yoshi katta уже. Bogdan Guskov более голодный, более agressivniy и жесткий Bogdan Guskov ham. Menimcha shu 3-raundlarda finish qilsa kerak deb o'ylayman. Xudo xolisa. Xudo xolasa. Keyingi savolimiz aynan siz haqingizda bo'ladi, Bavurjon aka. Nima uchun aynan MMA? Nega aynan MMA tanlagansiz? Xo'p, MMA shu boya aytib o'tganimdek, shu Fyodor Emelianenko o'zi aslida Fyodor Emelianenko sababchi bo'lgan. Fyodor Emelianenko, Jon Jons, o'sha paytda Mirko Krukovlar shu CDDs olib tomosha qilardik. Shular lично menga turtki bo'lgan MMA kirib borishimga. Bavurjon aka, yana bitta savolimiz bor. Savolimiz shuki, sizni eng yaxshi mashhur shogirdlaringizdan kim bor? Xo'p, eng yaxshi mashhur shogirdlarimdan bittasi shu rahmatli Murod Xanturayev marhum bilan shu ishlab kelganmiz vaqtida. Jo'ra jannatda bo'lsin. Jo'ra jannatda bo'lsin. Albatta shu haqiqatan nima desa bo'ladi. Hozirgi kungacha Murod desa hamma Hurmat qiladi. Hurmat qilib, yaxshi gapirib, shunaqangi chiroyli inson bo'lgan. Uni shu inson bilan shu ishlaganim men uchun bitta baxt deb o'ylayman. Shuni ishlab kelganmiz vaqtida. Hozirgi kunda shu o'sib kelayotgan bolalarimiz. Xanturayevdan boshqa yana shogirdlarim bor edi. Ular bilan xayrlashdik, vaqti kelib xayrlashdik. Shu sabab shunaqa bo'lib qoldi. Bavurjon aka, yana bitta narsa, biz Chirchiq shahrida sizni deyarli 99% odam taniydi, biladi, albatta hurmat qiladi. Shular orasidan ayrim qo'shtirnoq ichidagilari bor. O'zimga ham shaxsan chiqishadi. Men Bavurjon akaning ukasiman yoki akasiman, singlisiman. Xo'p. Lekin davay qo'ng'iroq qil yoki boraylik oldilariga degan holda borsak, lekin sizni bilishmaydi. Nomerlaringizni, qattiq yashashingizni. Shularga nima degan bo'lardingiz ko'chadagilar? Xo'p, avvalambor ko'cha degan bu tema juda yomon tema. Ko'chaga aralashish kerak emas. Ko'chada kim yuradi? Ko'chada shu bekorchilar yuradi. Albatta. Bunaqangi qo'ng'iroqlar kimgadir ishonib, orqasidan qo'ng'iroq qilib, uni obro'yini yerga to'kkandan ko'ra, lучше yaxshi kalta yeb, dostoyna ketgan ma'qul deb o'ylayman. Ko'chada javob bera olmaysanmi o'zing uchun qo'ng'iroq qilish kerak emas. Albatta. Shunaqa maslahat berib qo'ymoqchi edim. Bavurjon aka, yana bitta savolimiz shuki, agar siz hozirda misol uchun shu o'zbek MMA'sini jangchilarini reytingini tuzganingizda, top 5 reyting tuzganingizga birin-ketin tuzib bera olasizmi reytinglarni? Misol uchun 5-reytingdan to 1-reytinggacha O'zbekistondagi eng yaxshi MMA jangchilari. Albatta men o'zimni reytingim baribir tomosha qilamiz, kimdir yoqtiramiz. 5-o'rinda Miravzal Axtamov ukamiz. PFLda hozir 3-oktyabr kuni janglari, xudo xolasa, albatta omad tilab qolamiz. Miravzal aka haqiqatan ham insoniylik taraflama yaxshi inson, akamiz. Yorqin janglar ko'rsatadi. Lishna o'zim gaplashganman. Yaxshi inson, menga ham ishim tushgan paytda yo'l ko'rsatib, maslahat bergan. Xullas, shu ukamiz PFLga kelyapti hozir. PFL ham juda уровень baland. Top 10 taga kiradigan, jahonda top 10 taga kiradigan liganing bittasi PFL. Bu yerda ham juda qattiq bayaslar. Shu ligada shu Mirazov ukamizga omad tilab qolamiz 3-oktyabr kuni. Bundan oldin bo'lgan jangida texnik albatta. Bundan oldingi bo'lgan jangida
jang juda ham yorqin darajada kelyotgandi. Miravzal aka polniy pressing qilib Da, yutib kelayotgan joylarida doktorlar sabab qoshlar yorildi. Yorilib. Doktorlar sabab bu jang to'xtatildi va raqibga berib yuborishdi pobedani. Lekin Miravzal akaga biz ishonamiz. Xudo xolasa 3 Inshaalloh. oktyabr kuni o'zlarini nimaga qodir ekanliklarini isbotlaydilar. Soperniklari ham kuchli jangchi. Ammo biz Miravzal akani qo'llab-quvvatlab qolamiz. Xudo xolasa aynan 3 oktyabr kuni Miravzal akaga muxlislik qilamiz. Xudo xolasa. Xo'p, 4-o'rinda Xatam Boynazarov ukamiz. U ham Yover Warriors chempioni hozirda kamari zashet qiladi Xudo xolasa yaqin kunlarda. O'sha ukamiz ham yaxshi kelyapti. Uni oldindan birinchi qadamidan taniyman. Shu MMA kirib kelishidan yaxshi ko'tarilib kelyapti. Yaxshi baysan urushdi. Keyin bundan oldingi jangida Gruzin bilan urushdi. U Gruzin ukamiz ham salom alaykum bor bilan yaxshi taniyman. U ham yaxshi bayat edi. Uni ham 5 shansdan yutib oldi. Молодец. Davomiy bo'lsin. Xudo xolasa kamallarni zashet qilib UFC'da ko'raylik Xudo xolasa Xatam ukamiz. Xudo xolasa bizadagi ma'lumotlar shuki, Xatambek Boynazarov tez orada UFC'ga o'tadi. Ya'ni Hamzat Chimayev bilan ularning aloqalari yaxshi. Hamzat shunday va'da berganki, bu ko'pchilik biladimi yo'qmi? Xudo xolasa Hamzat chempion bo'lganimdan keyin Xatambek Boynazarovni UFC'ga kirgizaman degan va'dalar bergan ya'ni. Zo'r va'da. Aynan Xatambek hozirda UFC'ga kiradigan bo'lsa, Kamaru Usmonlarni bersa, ya'ni Jack Magdalenalarni bersa turishadi. Bu vestda Xatamni qanday ko'rasiz? Endi adashmasam bu vestda kurashchilar kam. Hozir Islom o'tdi. Faqat Islom hozir grepler bolalar bor. Xatamni barbasi ham o'ziga yarasha. U fizikasi juda kuchli boyez. UFC'da ham hammasi inson, temir emas yoki bir vahshiy emas. Xudo xolasa mehnat qilsa, sababini qilsa inshaalloh Xatam ham eng yuqori cho'qqida ko'rinadi Xudo xolasa UFC'da kamari bilan qaytib keladi inshaalloh. Albatta Xudo xolasa. Keyingi Xo'p, 3-chi o'rinda kelayotgan yana bir Sanjar Zakirov ukamiz bor. U ham ONE'da urushib kelmoqda. ONE'da ham yaxshi g'alabalarga kelyapti. Yaxshi молодец ukam. G'alaba davomiy bo'lsin. Shu ukamiz 3-chi o'rinda. Men deysam, mani top 5 talik bayslarimdan. albatta. Va 2-chi o'rinda Ramazon Temirov. 2-chi Ramazon Temirov UFC'da dunyoning eng mashhur ligalaridan va 1-chi o'rinda Nursulton Ro'ziboyev. U ham UFC top bayslaridan bittasi hisoblanadi. Nursulton Ro'ziboyevning oxirgi jangi UFC'da qoldirildi. Raqibi ya'ni vest qila olmadi. Ko'p kariladi, lekin vest qila olmadi. Brian Battle juda ham ko'p gapirdi, hatto hype qildi Nursultonning orqasidan, ammo jang vaqti o'zini ko'rsata olmadi va UFC bilan xayrlashdi. Shu top 5 talik hamma bayslarimizga men samimiy balet qilaman. Samimiy podдержка qilaman. Xudo xolasa shu O'zbekistonimizni eng yuqoridan bayrog'imiz ko'taraversin va qo'ygan maqsadiga Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin. Albatta, biz podдержка qilib qolamiz. Xudo xolasa MMA yurtimizda rivojlansin, o'ssin. Keyingi savolimiz, shogirdlaringiz orasida qaysar, o'zini aytganini qiladigan shunaqasi bo'lganmi? Albatta bo'ladi. Insonmiz, hammamiz kamchiligimiz bor, yaxshi tomonimiz bor, yomon tomonimiz bor bo'lgan. Bunaqangi qaysarlar bilan men kelisha olmayman. Men o'zim esa qaysarman shunaqa. Shuning uchun bunaqa baysa hozir zaminda yo'q. Bor edi. Kimdir sotqinlik qilib ketdi, sotqinlik qilib kimdir o'zi ketaverdi. Shuni aytib qolmoqchimanki, shu qaysidir zalga bordingmi, shu inson ukalarimizga qaysi zalga bordingmi, seni hech kim zalda ushlab o'tirmaydi masalan. Ketmoqchimisan, chiroyli xayrlashsang, shu ustozni duosini olib xayrlashsang, menimcha nur ustiga nur bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Bunaqangi bir bo'lmag'ur yo'llarga ketib qolish yoki yo'qolib qolish, tapchkalik deydi hozir. Tapchkalik qilish menimcha normalniy o'zini hurmat qilgan erkakka to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun любой zalga ketmoqchimisan, duosini olsang, o'sha trener o'zi seni duo qilib, o'sha bormoqchi bo'lgan zalingga o'zi olib borib, yaxshi maslahatlar berib, o'sha ustozga iltimos qilib keladi deb o'ylayman. Shu o'sib ketgan baysalarni shunaqangi bir tavsiyam. Baurzon aka, mana hozir ko'chadan siz tanimagan bir inson, ya'ni yoshlardan, maktab o'quvchisi deylik, kelyapti, sharoiti yo'q shug'ullanishga. Ya'ni oylik vznос to'la olmaydi. Lekin shug'ullanish niyati bor, chempion bo'lmoqchi, oldin motivatsiya bor. Agar sizga kelib sharoitini tushuntirsa, bu zalga qabul qilasizmi shogirdlaringiz orasiga? Juda ham zo'r savol bo'ldi bu ham. Albatta, birinchidan zalimiz arendada, zal shaxsiy o'zimniki emas. Shunga qaramasdan ham albatta unaqangi shogirdlarimiz keladigan bo'lsa, eshigimiz har doim ochiq, qo'ldan kelguncha maksimal
yordam berib, stimuli bo'lsa, sportga qiziqishi bo'lsa, o'sha insonni ko'tarib, podдержка berishga eshigimiz har doim ochiq. Uni shogirdlarim bor. Albatta, hozirgi kunda. Baurzon aka, siz Oktagon ligada Saturnlarni jangini ham referilik qilgansiz, ya'ni ular hype qiladigan jangchilar, ya'ni shularga nima degan bo'lardingiz? Jangchi tomonidan ularni qanday qaraysiz? Xo'p, avvalambor ular jangchi emas. Endi hozir sport bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. Jangchi emas baribir, ular pop MMAchi, o'sha hype qiladigan insonlar. Oktagonga qiziqgan shu narsa opti, qilyapti. Bizga qarshiligimiz yo'q, lekin mayli, ular ham o'ziga endi Alloh bersa, odamlar to'sib qolmas ekan baribir. Albatta. Alloh beryapti, qilyapti. Ukalamizga ham omad tilaymiz. Baribir to'g'ri gapirib, to'g'ri qiliq qilsa, menimcha ularni ko'rgan insonlar ham baribir o'rnak oladi. Ular o'ziga yarasha toifasi bor, tomosha qiladigan, ularning muxlislari bor. Shu to'g'ri gapirib, to'g'ri chiroyli qiliq qilsa, nur ustiga nur bo'ladi. Gapiga yarasha jang qiladigan bo'lsa. Da. Yana savolimiz, ikkita savol birda sizga. Xo'p. MMA sportidan ketishingiz uchun qancha pul taklif qilinsa, MMA sportidan ketgan bo'lardingiz? Misol uchun $1 million berilyapti. Xo'p. Sizga MMA sportidan ketasan deyapti. Siz ketgan bo'larmidingiz? To'g'risini aytadigan bo'lsam, $1 million yaxshi summa, lekin men shuncha yil ishlab kelyapman, bu xotiralar bor. Men o'zimni istoriyamda bitaman, bosib kelgan qadamlarim yo'q, men pulga o'chmasdim. Sababi pul bugun bor, ertaga yo'q. 1 million bilan masalan, yomon summa emas. Lekin men o'zimni hayotimda men o'zim mana shu sohada ko'rib kelyapman va hali katta niyatlarim bor. Shunga erishishim kerak, xudo xolasa. Va undan ham katta pul topamiz. Shuni Xudo xolasa. keyin. Aytmoqchi bo'lganim, o'zingni maqsading uchun pul bilan voz kechma. Faqat mehnat qilish kerak bo'ladi, sabr qilish kerak bo'ladi va maqsadga yetib olgandan keyin o'sha puldan kattaroq pul topamiz inshaalloh. Aytadi-ku, san pulni ortidan quvma, pul sani ortidan quvsin deb. O'zingizlar guvohi bo'lganingizdek, Baurzon aka mana aytayotdilar. Baurzon akani men odamiylik sifatida, ya'ni meni akam yoki ustozim sifatida emas, odamiylik sifatida juda ham hurmat qilaman. Pulni hozirda ko'pchilik pulni tanlagan bo'lardi. Ya'ni shaxsan men o'zimga agar aytadigan bo'lsa, men pulni tanlagan bo'lishim mumkin edi. Baurzon aka esa bu o'zini xotirlarini, ya'ni pulga almashmaydigan inson. Ularni hurmat qilib qolamiz. Baurzon aka, mana siz ham baribir erkak kishimiz, ko'chada janglar yoki nimadirlar bo'lishi mumkin, har xil konfliktlar. Ko'chada shunaqa narsa bo'lib qolsa, hozirda bu narsaga qanday qaraysiz? Xo'p, albatta bo'lib turadi. Yoshligimda juda tez qabul qilardim va agressivda qabul qilardim-da, qo'polliklarga o'zim ham shu agressiv emotsiya orqali qo'polliklarga yo'l qo'yib qo'yardi. Lekin shu maksimal holatda o'zingni bosib olib yetsang, shu muammolarni to'g'ri yechim qilar ekansan baribir. O'shaning uchun shunaqa darajaga tushib qoldikmi, shaxsiyatingga, lичностьga tegmadimi? Menimcha gap bilan besh tashlab, yaxshi bilan hal qilgan yaxshi. Agar mabodo shaxsiyatga tegadigan bo'lsa ham, nimadir bo'ladigan bo'lsa ham, uni Oktagonga taklif qilgan bo'larmidingiz? Albatta, ko'chada emas, hozir ko'chada kuchini ko'rsatish shart emas. Kuchli bo'lsa, mana Oktagon qiladi. 8-mikrorayon, Chirchiq shahri, sport kompleks stroy, Bauer MMA Team jamoasida Oktagonga kelib bemalol. Ta'kidlab o'tganimizdek, chirchiqliklar aynan o'zining kuchi, misol uchun ko'chada jang qilmoqchi yoki nimadir bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ko'chada hech qanaqa jang kerak emas. Mana shaxsan professional referi borlar. Sport tomonlama Oktagonda hal qilsa bo'ladi. Albatta hech qanaqa yozuv chizuvlarsiz bo'lgan holatda siz o'ylagan holda aytmoqdamiz. Ko'cha temasiga keldik. Baurzon aka, sizga men eshitganman ko'cha tomonidan shaxsan 2 kabi yoki 3 kabi jang qilgan ekansiz. Shu narsalar haqiqatan bo'lganmi? Bo'lgan. Maqtanish emas, bo'yimiz katta emas, vesim katta emas. 170 bo'yim, vesim hozirgi kunda 80. Lekin shu kungacha men shu bir gap urushmaganman. Bir gap kam bo'lgan-a, juda ham boradigan bo'lsa 2 ga 1 shu opishib ketardi yoki ves og'irlar bilan 120 kilolik bolalar bilan tashardik. O'zimga o'xshagan u maqtanish emas, u avvalambor bunaqa yomon narsa. Men bilan bo'lgan narsa shu 2 ga 1, 3 ga 1 yoki 5-6 ga 1 yopishardi. O'zi mana shunaqa hayotiy narsa bu. Shaxsan menda ham bo'lgan. 2 ga 1 yoki og'aynisini chaqirib keladi. Nega meni og'aynim gapiraversan? Bu narsalarga siz qanday qaraysiz? Do'stini yoki kimnidir olib keladigan odamlarga nima deysiz?
Unaqa insonlarga men erkak sifatida qaramayman. Endi o'zi kuchiga ishonmagandan keyin birinchidan kimgadir sammaga borish kerak emas. Keyin sen neprav bo'lsang, orqangdan yana kimdir yetaklab kelasan, u inson ham san uchun san nepravligini bilib turuvchi baribir san uchun gapiradi. Keyin orada baribir tushunmovchilik kelib chiqadi. Orada nima kelib chiqadi? Shu urush janjal kelib chiqadi. Juda men unaqasiga qarshiman. Zalimizdagi bolalarga ham pastdan aytaman. Bolalar bu yerda olgan bilimni, bu yerda olgan kuchni ko'chada ishlatmaymiz. Faqat shu maqsadimiz chempion bo'lish, bayroq ko'tarish. Shu orqali ko'tarilib ota-onamizga rahmat boqib, xullas rahmat etish. Unaqangi informatsiya men eshitib qolsam, o'zim shogirdlarimdan srazu eshik yopiq unaqa insonlarga. Shu shaxsan shu ancha yillar oldin ham biz sizni tanigan, bilgan yillarim sizni qo'lingizda shug'ullanib yurgan paytimizda ham shu gapingiz haligacha qulog'imizda qolib ketgan. Agar sen ko'chada yutdingmi, yutqizdingmi, ushlaydigan bo'lsang, biz olga qaytib kelmaman, eshitgan yo'q narsan degan gaplaringiz bo'lardi. Shu gap, shu ko'cha temasiga men juda qarshiman, to'g'risi. Bavurjon aka, sizga ozgina jiddiyroq savol beramiz hozir. Bavurjon aka, hayotida yo'qotishdan qo'rqadigan narsa nima? Xo'p. Hayotda yo'qotadigan narsa, qo'rqadigan narsa yo'qotishdan. Bu avvalambor albatta yaqinlarni yo'qotishdan hammasi qo'rqsa kerak. Eng yaqinlarimiz, yaxshi ko'rgan insonlarni. Endi erkak sifatida shuni aytib o'tmoqchimanki, erkak sifatga erkaklar g'ururni yo'qotib qo'yishi yomon narsa bu hayotda. Bu sport, pul topilishi mumkin. G'urur, erkak odam g'urur topolmaydi. O'shaning uchun sen sportsmen bo'lish shart emas. Oddiy insonsanmi, erkakmisan, любой joyda g'ururingga sodiq bo'lgan holda to'g'ri harakat qilsang, shu g'urur yo'qotishdan qo'rqaman va yaqinlarni nima yana? Oila a'zolaringiz ya'ni. Shu yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz. Albatta sog'liq. Yoshlikdan uncha o'ylamas ekansan, sog'lom bo'lib yurasan, kuching bo'ladi, boshqa tezliging bo'ladi, charchamaysan. Yosh o'tgan sari baribir birinchi o'rinda sog'liq ekan. Sog'liq bo'lmasa sporting ham kerak bo'lmaydi, o'sha mashinang ham kerak bo'lmaydi, uying ham kerak bo'lmaydi. Shu sog'liqdan yo'qotishdan qo'rqaman. To'g'ri, hayotda to'g'ri yo'l bilan yursang, sog'lom yurasan, xudo xolasa. Shu aytmoqchi bo'lganim, ichmasdan, chakmasdan, To'g'ri yo'l. o'zing uchun shug'ullanib, to'g'ri pitaniya qilib yuradigan bo'lsang, chiroyli inson bo'lasan. Yana bitta narsa, boyagi temaga qaytamiz, ko'cha temasiga. Sizda hozir ko'chada misol uchun ko'pchilik oldin tanirdi, bilardi ko'chada. Shu ko'chadagi insonlar hali ham qo'ng'iroq qilib, meni urishyapti yoki yordaming kerak degan narsalar hali ham bo'lib turadimi? Sizga telefon qilishadimi? Xo'p, endi men bilan teng insonlar ancha katta bo'lib qoldi. Endi o'zi ko'pchilik o'zlari xalqqa, lekin yosh bolalar qilib turadi bir-bir. Turadi, lekin men u bolalarga srazu aytaman, tanbehim beraman. Endi yoshimiz 42 bo'lgandan keyin maqsadimiz ko'cha emas, maqsadimiz sportda yosh bolani tarbiyalab ko'tarib chempion qilish. Shu qilib turadi, ukam qilib turadi, lekin men qattiq javob beraman unaqa telefonlarga, juda to'g'ri ma'noda tushuntirib va tanbeh berib qo'yaman. Keling, hozir shu narsaga nuqta qo'yamiz. Ya'ni sizga yordam sifatida qo'ng'iroq qilganda aynan ko'cha tomonlama qo'ng'iroq qiladiganlarni bas qilishini so'raymizmi? Nima deysiz? Albatta. Vaqti keldimikan? Albatta, vaqt kelgan, vaqt o'tib ketyapti ham даже. Bunaqangi ukalarga aytardimki, yana aytib o'taman, ko'chaga boshing tiqmagin, ko'chada yaxshi narsa yo'q. Birinchidan, halol yo'l bilan yuradigan bo'lsang, birinchidan Alloh taniydigan bo'lsang, sen ko'chaga yoki harom narsaga boshing tiqmaysan, sababi nima oq, nima qorligini bilib turib qadam bosasan kelajakda va ko'chada yaxshi narsa yo'q. Yana qaytarib o'taman. Lutcha yaxshi inson bo'l, o'zingga maqsad qo'y, chiroyli yo'l bilan shu maqsadingga erish, ota-onangga mansabing tegsin, vatanimizga yordaming tegsin va o'zingdan qoladigan shu zurriyotlaringga Primer bo'ladigan. primer bo'lsin-da. Albatta. Bavurjon aka, trenirovka jarayonlarini o'zim kelib ko'rdim. Albatta, oldingi trenirovka bilan hozirgi trenirovkada farq bor. Ya'ni 2 barobar kuchaygan, bosim hammasi yaxshi.
nima deb qolamiz? Baurzon akaga bu intervyu uchun alohida rahmat aytamiz. Rozi bo'lganlari uchun, vaqtlarini ayamasdan biza bilan suhbat qurganlari uchun. O'zi hozir Baurzon aka Octagon Ligani podkasti, ya'ni intervyusida bo'lishlari kerak edi. Lekin aynan bizani MMA Aziya YouTube kanalimiz uchun Baurzon aka intervyuda qatnashdilar. Bu uchun alohida respekt etamiz. Aka kattakon rahmat. Senga ham rahmat, shunda vaqt ajratib kelib, O'zlaring ehtiyot qilinglar. Baurzon akani har doimgi bitta gapi bor, kuchbirlikda. kuchbirliklar. O'zlaring ehtiyot qilinglar. Keyingi intervyularda ko'rishguncha. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tamiz. Obunachilarimiz, ya'ni aynan MMA Aziya obunachilari uchun Baurzon akani o'zining mini sovg'asi bor. Baurzon aka, bu sovg'ani qanday olib beramiz, nima deysiz? Xo'p, bu sovg'amizni manimcha Siroj eng yaxshi, chiroyli, ko'p kommentariy yozgan insonlarga bizani o'zini filmini bir atab qo'ygan sovg'amiz bor. Xullas, shu video ostida eng ko'p kommentariy qoldirgan obunachilarimizga Baurzon akani, ya'ni Baur MMA firmini futbolkasini sovg'a qilib qolamiz. Poddeshkani bosinglar va Baur MMA futbolkalarini yutib olinglar. O'zlaring ehtiyot qilinglar do'stlar. Do'stlar, sizlarni barchalarni Chirchiq shahridagi Troya sport kompleksiga taklif qilib qolamiz. Bu yerda siz MMA zalida professional shug'ullanishingiz, kachka zalida o'z formangizni yaxshilashingiz va qolaversa ajoyib basseynda suzishingiz ham mumkin. Barchangizni Chirchiq shahridagi eng zo'r Troya sport kompleksida kutib qolamiz.